Bolalar uyidan farzand olish juda ham o'zi qiyin masaladir, emotsional javobgarlik olish bu farzandga. Menga qiyin emas. Yo'q, men istoriyani bilishim bo'yicha shu jedomdan qizni olgansiz. Botir aka bilan birga ko'rishgansizlar. Obedga ham chaqirib qo'yganlar. Ujinga birga ujin qilgandan keyin. Yo'q, men bu qizni speed deyishganda menga. Speed kasal deyishgan. Keyin mayli bunaqa bo'lsa ham igrushka olib kelaman deganimda, keyin direktor voy ошибка speed emas ekan degan. Ujinga olib boribsiz. Keyin ularga aytibsiz. Men ham mayli olib borib qo'yib buni qaytib jedomga debdi. Keyin Botir aka aytdi. Telefon qilishdi-da jedomdan tez olib kelinglar dedi. Keyin Botir aka qo'limda ushlaganlarda jinnimisan degan, o'zbekcha deganlar. Sen buni jahannamdan olib, sen bunga ray pokazala, keyin обратно o'sha do'zaxga borib qo'ymoqchisanmi dedilar. Bugundan bu biz bilan qoladi, hech qayerga bu ketmaydi. Bu bizning qizimiz deganlarda, shunday telefonlarini olib, video kameraga akalariga mana qara, Baxtiyor desam, bu meni yangi qizim. Endi Alina deganlar, endi hozir keyin o'zlari ozon qilib, o'zlari musulmonchilikka kirittirib, otini o'zgartirganlar Ayshaga.